Assalamu alaikum qarindaşlarım. Kündülük görüşüyatımız hazır. Bugün ben sizler bilen bir mühim bir iş üstüde ortaklaşay yoki bir qandaq qilish to'g'risida bir ortaklashish, andan keyin bir chiqish yo'li izlash nimasidan bu naq maydonni o'rinlashtirdim. Bu tasodifiylikdan o'rinlashtirgan bir naq maydon emas. Tünögün keçide mən iki nəs çıxırıb qoydum. Birisi bir adamınki havalisi naq meydanın axırığı ulab durubla bunu qoyub bəgəndim qarindaşlarım. Onundan keyin bu naq meydan tügəndən keyin ondaq bir bək başqa adam onu görüb getməsin çünki uzaq bolğandan keyin temaga uluş boğucu oğarlıqda atlab ütükit qalmısın dep turub aydım kəsken betimçi yəni çıxırıb qoydum. Çıqırıb qoyğandan keyin jıxla avazlıq nəslərini mə ivetdi. Bu qandaq iş oldu dedi. Nimədə? Afğanistanda, Suriye'nin türməsində, Afğanistan türməsində bizning nəhayət nurg'unlagan Uyğur, Qazaq, Özbek, Qırğız, jiq qarindaşlarım, Türk xalqi, yana Azərbaycanlılar barkən jiq qarindaşlarımız aşarıga. Bunun içinde Uygurlarning sani nəhayət yuqori salmaqni egallaydigan. Bularning içinde kallı jup ivetken, anadaki özü bilip bilmey bir bağan aşağı. Bağandan keyin erleri ölüp ketken. Erleri ölüp ketkendikin bu bala, anıla esirge düşken. Türmede şundaq jiq salmaqni egallaydigan. Onundan keyin Hacıga apırımız, hacı səpirge yolga saldık dep olturup, əməliyyatda hacıga verib qalmay, Suriye'ye taşınıp ketken, Irak'a taşınıp ketken, bunda qarindaşlarımız şundaq jiqken. Jiqla avazını eyni qoyuyorsunuz mamdo dep yazıp qoyğanda ayrım qansığı dedim. Siz qoğdaya alamsız, mən qoğdaya alamdım. Mən qoğdayamayman ularni. Aşağı berib qoğdaya alamdım. Ular aşı bir türküm adamның içinden keçip, ma'lum bir yerlerde uya bir yerlerde жүріп atkan iki ayal kişi, iki oğalvala qarindaşlarımız. İki ayal qarindaşlarımızın içinde iki ayal kişi Zöhre Eysa degen xanımni izlep, men bilen dostluqda bar. Şunu torda arqalıq izlep, bizni qutulduringlar, bizga pul kerakdi. Biz chiketgan bo'lsak, deb turib haval qildi. Uni menga debdi, hada qanday qilman deb. Men qanday qila olayman? Ular ikkili emas, ular degan bir necha ming top. Bu topni qanday qutuldirishimiz kerak? Siz biz tang buningga ovoz qo'shishimiz kerak. Aktivlik bilan bir chiqish yo'li izlaylik. Men etdigenden beri bunu oyluş arqalıq Birleşken Devletler Teşkilatı'nın ezilgen milletlerini, anandaki, Japadaki, açarçılıktaki, bunda qarindaşlarga yardım beriş, ana balalarga yardım beriş o'rniga xat yazayli deb turib, bunu oylaştım. Bu bir ikki odamga azroq pulni nim qilib turib, pul bilan hal qilib bo'ladigan masala emasga bu. Bu cho'qim bir hükümetni izlashimiz kerak. Bu dinchilar shuncha valajıq odamni safarbarlik qilib turib Suriyaga, Daeshga, ashoylarga, Iroqqa, u yerga bu yerga ivetib yo'lga silib, qo'lini yuvib ivetib, oxir kelgan ish chiqqan chaqda hammasi munda bo'lib o'ltirib olganiga ahli mayron qoldi. Tashkilotlar aralashmaydi ekan bu nozik masala deb turib. Meni izlanmadi deb qolmanglar, men izlandim. Ben tünögün keçide ahir bo'lmay Abdug'ani Sabitga xat qaldırdım. Mavu videolarni taqib bersangiz desem, men Abdug'ani Sabitni juvatgandim Facebook'tan. Sebebi kava anandaki bir olmaning bog' saylisi degan narsani chiqarib qo'yibdi ekan. Menga rasmiy hozircha xalqning Facebook'ga kirib qarab baqaman. Tetkisiz bir temalar bo'lsa rast xoşaqmaydı, jüplüvetdim, anca uxlab qaptı bu adam deb. Men xili yoqtirdim, xili çoğun bilitdim dedim özüme. Sizni çoğun bilitdim desem,
Ama 20 yıl bu septi boğan dep, emdi dem alamsızmı dep baktım. Onu bunu desem, siz kılın ben nim kılmayma. Şunca küçümle yetişeceği tercüme işlerini kılma. Başka işini nim kılamayma. Çoğun işini ümit mi kütmem. Siz kılın dedi. Hem de ben 20 yıl, 13 yıl inqilab sepideki 30 yıl inqilab sepideki adamlarga oylap kaldım şu. Toğluq Abdurzakkamı dedi. Kamlaştıramıdık. Şunun için yaşlar kısın dep. Kamlaştıramadınız. Şunun için yaşlar kısın degan gapda men to'g'ri bekli to'g'ri bir yo'linish deb o'ylayman. Hem şununga ovoz qo'shiman yoshlarga. Cho'qim kamlaştıramadınız. Yanala dey. 30 yıl 40 yıl qilgan, 20 yıl qilgan, 50 yıl böşüktün yıl qilgan inqilablarınız kamlaşmadı. Kamlaşmağanlıq üçün hele Uyg'urni mandaq qildik dedik. Endi 2018-yili Uyg'urni lagerdan qo'yib bering degani chiqdi deb turib, To'g'liq Abdurzakam 3 narsa qilib qo'yibdi. Manchi yil mandaq bo'ldi, manchi yil mandaq bo'ldi deb. Endi bizning qilgan ishimiz shu bo'pti. Fasıl xarakterlik degandek, necha yilda bir qatim bir narsa chiqadigan bir tema. Onadagi uxlaydi ekanmiz. Onadagi qo'yib bering deb turib xo'sh bo'ldi ekanmiz. Bu ish hal bo'lmabdi. Anandan keyin men birisining telefonini qabul qildim bugun. Bu adamning gapini anglab beqinglar. Men odatda mening Facebook'imda xilijiq odamlarningki balig'ini uqdim. Mayli o'lmalarning mayli nimaning. Mening gapimni anglasangiz, men har qanday odamning telefonini bo'libmi muhim telefonlarni ovozga olaman. Abaytim bekçik almasammı, ma'lum nuqtasini men telefonimni besib qo'ysamla elindi. Shuning bilan bu narsalarni anglab beqinglar. Xitoyning jasuslarimi ko'p chiqyapti, ishimizda mavjud. Ular hozir yuqori qatlamda hatto xizmat qilayotganlarning beqillarida turib, yoki bo'lmasa boshqalarning ishonchiga erishib turib, nurg'un ishni. Endi men bu yerga chiqqandan keyin mushu millatni qanday qilsak qutqizib olamiz? Nima bilan qutqizib olamiz degan bu masalada izlandim. İzlenganligim uchun men Turkiston partiyachilar bilan o'zini kurashgan bo'ldim. Kurashgandan keyin zodi bu qurolliq bir planingni bormi shularga bir qarta ish qilish. Endi bu gap bilan chiqib ketmaydi bu gapir. Buningga bir partizanlik askarlar bo'lish kerak. Erdo'g'an uchlar inqilobi degidek endi. Bizning bir qurolliq yana askarlarimiz bo'lish kerak. Bir xalqaro e'tirof qilgan bir shaklda. Bu bormi degandan keyin bularning kallasi butunlay u Sharq Turkiston unutib ketibdi bu yerdagilar. Turkiyadagilar adamsiz yoki qayerdagilar? Shu Suriyadagilar. Mujohidlar demakchi. Qolgan qismini qo'ymayman, qarindoshlarım. Tünögünkini anglayamadık degan tichiqlarga dedim, qayta qo'ysangiz anglab bilalaysiz deb. Yevropaning ma'lum bir davlatdan bir qarindoshimiz aytgan. Ko'nglim bek laqtila yerim bo'ldi. Qanchalik odamni qutqiza olsak, shunchalik odamni qutqizayli deb safarbarlik qilsangiz, ozdir ko'pdir hammamiz tang kurash qilsak deganda men endi ikkini qutqizdik deyli. Qolganlar o'lib ketish kerakmi? Yosh bolalar o'lib ketish kerakmi? Jiq ayollar varken, bovay momaylar varken o'lib ketish kerakmi? Ular asirga tushibdi. Buni biz bir odam, ikki odamni bu yoqdan oqish qildik deganda pul xashlab, uni yanchig'iga silib, buni yanchig'iga silib turib, achiqqan bilan qolganlar o'lib ketish kerakmi? Hammasiga biz o'lim jazosi berib o'tamdik. Yo'q. Men unda qilmayman. Men hukumatni izlayman. Men shu Birlashgan Davlatlar Tashkilotining shu ona bolalarga yordam berish degan yerini izlab, sizlar tezdan aktiv ovoz qo'shinglar. İngilizcha yaxshilari biz har xil shaklda izlanish orqali bir nima ish yozayli. Yezib men mangay bu ishqa. Men afanga mush ishqa qizim bilan ikkimiz tang borayli. Baribir o qizimning bir uchurishi bor. Shuning uchun buningga qizim bilan birga boray. Onun uchun ko'p xil tildagi nemischa o'qiganlar, Germaniyadagilar sizlar tayyorlaydiganni. Biz Norveççe tayyorlayli, İngilizce tayyorlayli, ko'p xil tilda nas qilib sunayli. Bir yerdan zuvan chiqdi. Ular ziyonkashlik uchirg'uchilar.
Aşu dəvət qılğıçılar eyni vaxtda Ürümçidən vay İHH PKK deganlar bilan qılğanlar endi beshini çükürüp oltardı. Mening Facebook'umda bolsang angla. Gunoyingni juyman desang, ma ishqa atlan. Pititi deb lavz birnimalarni ishlab oltamay, oyatgilar odam. Jiningni qandoq oladi Alloh o'z biladi. Jining chiqichi qandoq chiqar deb o'ylayman. Shuncha odamlarningki qinining, jinining hisobini bersa. Alloh degan ajoyib ulug'. Men o'ylayman, sen menga qilsang, yana birsi qilsang, har qanday odamnikini Alloh o'z hisobini oladi. Ma bir muncha bovoqlar ekan. 1,5 yoshlik deganlar bovoqlar u. 2 yoshlik deganlar bovoqlar. Menga birsi savol qo'ydi. Sizni nimish haqlar izlaydi deydi. Meni marab turibdi beshida. Marab turib, ma xotin ma haqning bulunga kirvamidi, mayaga kirvamidi, ağıltağı lavzga o'tmayotdi, yog'anga qilmayotdi deb turib baho beribdi menga. Yog'ancha emaskansiz deydi. Hech bo'lmaganda bor narsani davatisiz. Xudoyim saqsin sizni bir tashkilot yana bir yerga bog'lanib qolgan xonim, bog'lanib qolgan kuni sizni biz izlamaymiz deydi. Yo'q, undaq bog'lanmayman. Men o'zimla bir tashkilot dedim. Assalomu alaykum. Buldu ben sizge telefonu koyup koyay. Bir kız valla urdu telefonunu. Anlap anla. De verin. Assalamu alaykum. Muş ekran aldıda Zumrat Hanım'ın söhbetini anlatkan barlık kıyırındaşlarımdan, Çin yürüyümden salam sorayım ben. Gerçi birbirimizni bir meydan turup bir aile turup görüşemizdik. Lakin hemimiz tuqqan yürüyümüz okşaş sokuadıdı. Közlerimizin okşaş yaşlar yıkıvadıdı. Zumrat Hanım siz Uyghur milletimiz için, bizni qutquzish için, qarang'uliqdan yo'riqliq ochiqish uchun jiqchab batardilatsiz. Ba'zi kishilarimiz balkim ba'zi hissiyotga berilib dilingiz azar berib qo'yishi mumkin, hatto tushunib yoki bir ong jihatdan o'xshash bo'lmasligidan, lekin jiqchab batardilatsiz. Qaysarkansiz, ro'yingizni o'rganishga tegishli. Men chin diligimdan, chin yuragimdan butun Sharq Turkiston xalq men bildiğim ailemnin, acısınlarımın namına size köp teşekkür etmem. Yok, ondaq demem. Hemimizin burcu. İkincisi, ben Irak doğrusu yaptı çünkü anladım. Gecece oxuyamadım. Hem de ayakta kiçik narsilerimiz çayılıp gidip vardı. Hem de ulağı bir hem de müşüm programlarımız arkalık buna dikkat kılamamız da oylayamam. Türkiye'deki meyli Otur Asya'daki kıyımdaşlarımız dikkat kıl da oylayamam. Hem de Irak'ta aş yetim yesirlarının kiçik bu baklarda da aş türümle kirip ketken aş şu ismini muhumay o alem ketip atkan aş kıyırındaşlarımız bir kutkuş üçün sefer var kıpsız men birinci bu çakırğınız kıytalım ben meyil iqtisat cihetin meyil avaz cihetin men muşu pedagoglarlık muşu topunuz kıytılıp sizine tən qol tutup mağamen şundaq ekran aldıdaki barlık kıyırındaşlarımın küş bilen hemimiz birleşip kolumuzu kol tutup muşu kıyırındaşlarımız çakırmen bizde hazır teşkilatlar var. Bir teşkilat emez. Aqaldı sansak 10 teşkilat var. Teşkilat rehberlerine muşu program arkalı avazını anlap qalsa sizlerden şundaq sorayım. Teşkilat rehberleri sizlerden avazınla biznikine çın çıkıdı. Ornunla ba. Muş Irak'ta muş ve İran bu atman kıyırındaşlarımız kutkuzu olsak. Ulan bir insan, ulan bizden bir püştümüz. Bizning ajdodimiz, bizning avlodlarimiz, bizning qavqunimiz, biz pek az bu qiyovatimiz Xitoy oyoqda bizni vayron qilyapti, sonimiz ozlab ketyapti. Bu chet eldagilar bo'lsin, qo'limiz yetadigan xalqimizning bo'lsin turi bilan ash begona o'ylab ketib bog'lab qutulsak, ashu bichoralar 24 soat yig'layotganda, lekin biz uyda o'tirib xotirjam o'qishimiz, xizmatimiz ishlayapmiz. Ashlar ishimiz og'irsin. Ular bir inson, ular bizning odamlarimiz. Ben og'zim gap kelmey kaldı, yığılıb gececim bek gözlerim yaş oldu. Çünkü aşı qiynalayotgan tuqqanlarım meni bek azaptı qo'ydi. Mush programımız arqalıq bizni chaqirganınız teşekkür. Hem chaqiriq arqalıq nurg'un mush chet elda yashayotgan aş necha yuz ming xalq bir o'rnimizda dasturmuş Iroqdagi qarindoshlarimiz qanchalik qutulsak mush o't ishtirayotgan mush bas kelmas yo'lga sap qo'yayotgan qarindoshlar
Hayyankeşler yolundan tazlanmak Allah tübümüz körüp durdu. Bu kıyırındaşımız o yerge sanmaylı, toxtutaylı, haman ölümüz, birli ölüm, o alem bağında kan cevap verimiz. Bunu oylamak lazım. Biz bir Müslüman Allah işinimiz. Pulunun nimisini keçeyli. Yaman yol sepip koyuvatqanlar qadim ağzını toxtudun. Bizdekiler bir kol tutuşup, muşulan iqtisad yardım qılıp, teşkilatlarını birleşmişler, kutludurup kılaylı. Müşüncük sözleymen. Rahmet sizge. Ben gapni yaxshi qilolmayman. Ya yaxshi qildingiz, rahmat. Mening vicdanım faqat chidamadi. Uyg'urlarimning o'tga kirib ketayotgan vatandagilar qutqizamsam, vatan sirtizlarni qutqizdirilish uchun men nima qilishimni bilmadim. Biz bir amal chorani ishtik o'ylash, mo'shlarni qutqizdirib olsak. Ma'qul. Rahmat sizga. So'z berganingiz ko'p rahmat. Rahmat sizga. Allah sizdan rozi bo'lsin. Sizdanmi shu ham rahmat. Mushundaq telefon qilsanglar bo'ladi. Hozirgi masala vatanning ishchiligini bo'pti. Mani nozuk masala deb turib qurultay yana bir erkin Asiyag'im telefon urib baqqanman. Bu nozuk masala uy deb turib hammasi uy deb turib qildi. Men ular hammasi nozuk masala, vatandikisimi nozuk masalama. Vatandikini sen qil amsa, mayardikisini biz qilayli, bo'lishib olayli amsa. Nozuk masalani biz qilayli, xalq qilayli. Men bek biyaram bo'ldim. Dinchilarni izladim. Necha kun bo'ldi dinchilarni izladim. Dinchilarni izlasam dinchilarningki shaxsan din. Men o'ylayman, bular shu yerga jihad yana bir degan dinchilar chiqqan. Chaqirib chiqqan. Hüseyin Təcəlliyimi şundaq çaqırğan ekan. Şunun avazları, şununkini mi nəslərini xəqlayman iۋەtib bədi. Çaqırğan. Əmdə hazır bu Avropada haqqasın. Əmdə qandaq qılımız alani? Haqqasın çaqırğanni, haqqasın aşağı bağazğanni. Əmdə qandaq qılımız depaqa mağa. Bir başdan həmminninki ismini. Mən bu işqi faqat qiziqmaydım. Mən vətən davasıga kirməyəndim. Ben təsadüfiçilikdən bu işlarınki onda addi məsələ emasligini neçə vaxt bildim, izlendim. Bunundan sorunub baxdım, sorab baxdım, məsləhət baxdım, qılaylı, mundaq qılaylı, siz qılın. Bu nazik məsələ. Biz qorxumuz. Biz mundaq qılımız. Başkesər təşkilatınınkilər. İslam Partiyasının içində başkesərlər var Türkiyədə. Şularla kallalıdı. Kümbütidğanlar var. Eyliqi Seypullah degan ba, şunu mu nim qiling, şunu mu tatib chiqiring. To'g'ri. Sizningki jiningiz, tumshug'ingiz kelgan chaqda uni buni tatib kirsiz. Shu vaqtda bir muncha isbotli narsalar mening qo'limga tushidi. Mening o'sha Facebook'imda naq shunday odamlar bor. Uni uqdim. Faqat vaqt kutib, payt kutib o'tag'anli odamlar bor. Siz müşü mening gepimni, bugungi hozirgi gepimni anglang. Allah yo'lida degan yo'l qandaq yo'l? Vatandagi yo'l, vatanning ozodligi, xalqning hurligi, Allah yo'li degan shu yo'l. Biz islom diniga e'tiqod qiladigan bir millat. Aşağıda turvatqanlarimiz. Sharq Turkistondagi egisi islom diniga e'tiqod qiladigan millatlar. Sen vataningni tashlab, heliq chaqiriq bilan heliq yer ketibsa, mana mushu mollamning gepi, ma hozir qo'yib berginim. Qanday qilamiz sizningcha? Biz bularni tashlab etishimiz kerakmi? Ba'zilarga ursam o'lsin deydi. O'lsin deganda sen o'l dedim. Sen o'l dedim. Ba'zilarga ivassam ko'ribdi, anglaptı, cevap qaytarmadı. Ali Akbar degan odamga ivatdim Messenger'da. O adam bana dostluq ivatgan chaqda men qo'shmagan. Ivatdim. Zuvan yo'q. Har qandag'iga ivatdim. Zuvan yo'q. Siz qiling dedi. Biz aralashmaymiz, tilanglab ketdi ekanmiz. Nima degan ushiq bo'lib ketdik biz? Tilanglasang nim bo'pti, haq o'qiyotdi, haq o'lyotdi, turmada yetyotdi. Sen tilanglasang nim bo'pti, ush yo'q. Haqasan, nochosan yana tillig'ini ovozingni qo'yib o'tib. Men dedim a kundan boshlab buningdagi ovoz qo'yma deb.
Qımmeti var, saqçıga tapşırdıgan avazlarını qoymayma. Saqçıga tapşırmaydiganın hemmini qoyup etime. Hele 15 yaşlıq, 10 neçə yaşlıq xotun ağanıkiga toşup ketdi. Onu qoquyup duray, ma iş muhim. Səllabtillığına va men onunğa sana men növbət keldi sən tutdu. Hazır ma məsələni hal qılmama, Eraqның məsələsini tən çoğ güləmdə sizlərə çağırıq qılman. Hazırdan başlap mən sizlərlə telefonlarını kütümən. Nəq meydanğa telefon qılыңlar. Biz bu işni hal qılaydı. Biz qandaq hal qılımız? Dinçilar Həqasın çillap apağan yenildi. Çillap əkeldin, aşağı yolğa saldın. Abay anlaşqansa şu şu ölümaların şirkilərinin xulasısı. Mücahitlər neymiş çıxıb bitibdi? Mücahitlərin qalası da Şərq Türkistan degan nəsə yox gələn dedi. Qağa yerlərini qoymayma. Mücahitlər kavab pişirib oturdu. Mücahitlər xotun əp oturdu. Mücahitlər bal tepib oturdu. Köpləb xotun əp oturdu. Onun eri ölsə, bunun xotununu aladı. Nima degan ballab ketgan uşaq, tug'ilib ketgan ballar. Onun ega bo'ladigan odam yo'q. Heyliq turmada asirga tushib yotmoqda. Turmadan boshqa yerlarda qechib yurganlar ashundaq. Zuhra Isaga uribdi. Manga urdi. Bizni achib ketgan bo'lsanglar, men bir odamni, ikki odamni qutuldirishga safarbarlik qilmayman. Men hammaga safarbarlik qilib boqaman, tirishib boqaman. Bütün dünyanın her qandaq bir cemiyetler var. Şular qilib boqayli. Biz qandaq qilishimiz kerak? Bir urib boqmamsizlar? Şu hazırki vaqtda men bilmeymen nemişki biz nemi qandaq bir millet o kitib barmiz ki bilmedim. Birisinin yazmasını oxub beray. Və aleykum assalam Zumrat dada. Sizning ko'nglingizni tushunaman. Sizning mushu temini o'tirg'i chiqarib, g'ulg'uli qo'zg'aganligingizning o'zi shularni qutqizishning yo'llarining biri. To'g'ri. Shundaqla qanchachiq g'ulg'uli bo'lsa, buningdan keyin shuningga ergishadigan kishilar ozlaydi. Xalq ulardan bezor bo'ladi. Shuning bilan bir vaqtda o'lamalar birligi, ma'rif derneklari ayni vaqtda xalqni to'sashga kuch chiqarmaganligidan numus qiladi. Muvofiq yo'l ustida yaxshi fikrim yo'q. Siz bilan mushuni o'rtoqlashman debdi bir qarindishimiz. To'g'ri, g'ulg'uli qo'zg'ash jiq narsalarningki oldini olish. Qarindoshlarim, mujohidlar deganlarningki abdi bashini o'lmalar birligidagi bir insonning ovozini qo'ydim qarindoshlarim. Yana kollanglarni yub bu ovozni sizlar toniysizlar. Kallı juvatqanlar yana davomli mang'izvatqanlar numus qilish, hey. Sen ölmemsen ölmeymen. Men Xizr bo'lib ketdim degan bo'lsang, o'lsa yanala Allah üstüde. Allah hammamizning ustida-ku. Seningmi jiningni oladi. Olgan vaqtda qandaq jining chiqar seninki? Mushu jihad maydoniga yo'llashing, chaqirishing, anar kishiga yo'lga silishing tufaylidan Uyg'ur terrorist degan qalpoqni kiydi. Onun aqida her qaysi təşkilatlarının içindeki munafiqlar var. Casuslar var. Bunu həmmədən bilidi. Fəqət avaz çıxamaydı. Qoğqancaq hayvanlacıq. Ərlər ər olmay qavatıdı. Xotunlar xotun olmay qavatıdı. Analar ana olmay qavatıdı. Hey işplaslar qo'lingni tat degan gapni qilishmayotsa, nozuk masala deb ish mushinchilik bo'lib ketgancha, nozuk masala deb o'tirib chiqamaydi. Mushundaqlar kimga telefon ursa, "Voy, to, Suriya degan gapni deb samang. Voy, xudoyim, tovding." deydi. Tova deb qo'yib turib, "Yen dedim." Tova deyman, endi qanday qilman? Ya ovozim uzilsimi, mushinchilik bizda bo'ron chiqyotdi, qarindoshlarim. Ovoz uzilsa qanday qilib berma? Uqmagan bo'lsangiz ufqonlardan surishtirib anglang.
Bizde boran çıkıvatıdı. Benim kallamda tekime boran çıkıp bardı. Şunun için o nesini bana üzülgen bolsa üzülmegen yerini anlan. Hazır bana astıda ondaqılık neslen yazmay, qandaq qılaylı degan temada izdinin. Şunu anlayma. Uzun qısıq yapını qımang, resmi eğir kilodu bana hazır. Bugünkü günde aş 3700 ayal, kiçik balalar ıngırap yetivatıdı Irak'ta. Qandaq qılımız? Dep baxmam layak asları. Bugün körüvatqanlar ba, Irak ölümalarının, yeni birmilerinin hemming barken sanğı benim Facebook'umda kirip gaqilişa. Qandaq qılımız? Mən bu mesela hemmingni tilla vermə şundaq çıxıpçı. Bugün ölümalar birdikini tillayma. Ətlikki marib cəmiyyətini tillayma. Çünki hemming bilişsə, kollu küsörlərinin ba, kollu küsörlər nimisini otursa, kollumuz nim qoysa, itvæsə, yepbəsə, qandaq qılımız, kümüvəsə, o kimni Seyfullah Hacı deganni tatib chiqamiz. Seyfullah Hacı degan akun degan bizning millat unutqaq millat. İzlenmeydigan millat. Qilim millat biz. Bizning qo'sqimiz bilanla bo'lsaq bo'ldi ma Yevropadagilarcha qo'saqli bo'lsa boshqa hech nima yo'q bizda. Qo'saq to'ysa hamma ish bo'ldi. Biz Xitoydan shu narsa yo'qibdi bizga. Tushilmiyo deydiganni-chu. Xitoylar deydi, tushilmiyo deb so'raydigan. Bizmi hazır sizlerden tushilmiyo deb so'rsam Xitoydan yuqqan o odatlarimiz shunchalik an'ana bo'libdi bizga Xitoydan qolgan an'ana. Qo'sqinlar bo'lsa ha boshqa hech qanday g'am yo'q. Nimada nim bo'lyapti tashqi dunyoda oyatnim. O'lsin deganlarga dedim, balang o'lsin seninki. Xotning o'lsin. Chunki aşağıdakilar bala ayollarga yangi tug'diq bitimchi akirib ketgan kuniga soni ko'payib mangadi ekan. Ba'zilar o millat bu millat deb oxir uyg'urligini isbotlanib ashundaq tizimliklar bor ekan. Iroqda. Hey qarindoshlarimiz, hey. Biz mishada tomoqni yeb o'tir. Men ba'zan ko'rinishlarni ko'rib, ma'zi go'sht yegim kelmaydigan qoldi. Go'sht yesamda ko'nglim elishi shuning uchun go'sht yemayman. Umash sap ichyapman. Aşındaq göşügim kelməydi, ko'nglim elişib eyliqini ko'rsamla, eyliqindaq görünüş göşlərinin aşındaq bir qil ölgən, aşındaq nimalarni ivatib qo'yganlarnikiga. Ey qarindoshlarım, tünögünki ovozliq narsani ko'nglinglarni qo'yib qo'ysanglar, anglay olaysizlar. Qanchalik jiq puchur va ashining ichida. PKK yana birma, hamma narsaning uchurlari to'liq. Jiq narsalarni dedi. To'g'ri. Balkim biz yeb ichish davridan texi o'tmagan o'xshaymiz deydi. To'g'ri. Biz yeb ichishda qo'saq to'ymabdi. Xitoyning an'anasiga varislik qilib biz tushilmiyo degan bilanchi xami tushigu to'ymabdimiz. Shuning uchun yana davomliq yang. Eslib o'ldirami kuningiz kelar, yebchi to'yib bulamısınız, yana davomliq yang. Siz Xitoy bo'lgandikin. Munofiq, jasus. Mushundaq ishplaslar qini-qinimizga kirib ketgani aniq. Aniq. U bu chiqib desa, biz uni anglab qo'yib, hikoya anglagandek o'tkazib o'tamiz. Hozir davatqini o'limalar birligining ishidagi birsi shu gapni dedi. Kirib ketdi deb. Kasalga qarshi kuchni qandaq turib yetildire alaymiz. Biz tinmay mushu masala ustida izdansak yetildire alaymiz. Yazmangizda aymang, kunda chiqib deyma. Men aslida bugun qo'yib, at qo'yib, yo'q. Bunda narsa degan mushundaq betimchi nima reklamaga o'xshash kunda demasangiz unutib qolamiz. Qarindoshlarim, unutib qoladi. Siz xapamay qiling. Allah mushuningki ajrini sizga qiyomatda beradi dedi. Assalamu alaykum. Tuttum. Avazınızı qo'ysam bo'lamda? Men naq maydonda edim. Bo'ldi. Tuttum. Assalamu alaykum. Avazınızı qo'yatdim. Ha, va alaykum assalom. Men hozir sizning naq maydon programmangizni ko'rib anglab turibdim. Rahmat. Bu yolg'iz endi
sizning ishingiz emas, bu shaxsiy bir oilangizning ishi emas. Siz shundoq mardonlik bilan, shundoq dodillik bilan nozik bo'lgan masalani boshqalar nozik deb qarab turib, shu masalani o'ttirib qo'yyapsiz. Amniyatda bu hammamizning ishi ham deb. Hamma Uyg'urning mas'uliyati bor deb qarayman. Shu yerda 3 ming ortiq ayollarimiz bor ekan, narsidi bolalarimiz bor ekan. Bizning shundoq narsidi bolalarimiz bor. Bizmi shundoq bir ojiz ayol ularni o'ylab turib bizning yilimizni qanday tamoq o'tidi, qanday biz xotirjam yashaymiz. Endi vatanda hozir jazolar kirdi. Necha million qarindoshlarimiz o'lib tugayotdi, uni qutqizolmayapmiz biz. Hech nima qilolmadik ular uchun. Hech bo'lmaganda mush ko'z oldimizdagi, yenimizdagi ozroq midirsak, harakat qilsak qutqizish imkoniyati bo'lganimiz kerak. Buni mushtaq ododillik bilan o'tirib chiqib, ekran chiqib, demekingizmi bir oson gap emas. Shunga ham mening demoqchi o'g'lim, men hozir qanday qilsak bo'lar deb o'ylanib qoldim. Oldingi kuni bir videonuzni ko'rgandim, uni oxirgi nuqtasini shunday tilga olib ekansiz. 2 kun bo'ldi, bu mening kallamga kelib, uydagi bolalarimni qarsam, yiliqqa 3 ming ayol bilan shu narsida bolalar ko'z oldimga kelib, men sizga o'xshash hissiyatda bo'ldim. Bo'g'zim gelim tutilib mening tamoq o'tmaydan hali keldim. Ash bichalar nima yeyotgandi, shular qanday hayot kechirayotgandi deb. Dunyoda xatolashmaydigan inson yo'q. Bir odamning ozroq xatolik bilan uni o'lsin, u mundaq bo'lsin deb uni texmi qayta xatolik sodir qilishga yoki o'limga hukm qilishga bizning haqqimiz yo'q. Bir Allohdan boshqa hech qanday odam xatolikdan sodir bo'lolmaydi. Bu nuqtani bizga qaraganda boshqalar balkim yaxshiroq tushunishi mumkin. Şonlaşqı bəzi qarindoshlarniki o'lsin, andaq-mandaq deydigan hech qanday yo'l yo'q. Bu gapni anglab bek ochig'im keldi. Bo'lsa sizniki mushtaq da'vatlaringiz qarindoshlarimizning telefon qilib o'ziniki qanday bir ko'z qarashlari bor, qanday qilsak shuningga bir ozroq bo'lsin bizniki bir harakat qilib bir midirsaq shu bolalarni qutqizib chiqishga, qutqizib kelgandan keyin albatta ega chiqishimiz kerak. Biz kelgusimizdagi avlodlarni tikilmasak bizniki nüfus sanımız azlab ketyapti deyat. Asimilyatsiyaga uchrayapti, o'lyapti. Mush muhajiratda bo'lsakmi, biz o'zimizniki nüfusimizni ko'paytirib, shularniki kelgusi istiqbolini yaratishimiz kerak shu avlodlarniki. Shunga ham Uyg'urniki buning bir ko'ngil bo'lish mas'uliyati bor deb qarayman. Hozir mishad anglayotgan nurg'un qarindoshlar bor. Shular o'zining bir fikrlarini o'tirib tashlasa, anondan keyin o'lmalar birlik ulamdi, siz hamda nurg'un yerlarga nima qilsiz? O'zingizniki talabini debsiz, bu murojaatnomani anglitibsiz. Ba'zilar anglamas hisobda, ba'zilar bo'ldi so'zlamang debdi. Ular anglamasa, biz xalq o'z ishimizdan qo'zg'alib, o'z ishimizdan qo'limizdan qanchalik kelsa, shunchalik yordam qilib, shularni bir qutqizib olsak pek yaxshi bo'ldi meningcha. Shunlashqanda men hozir sizning so'zingizni kesib qo'ydim. Yo'q. Yana ham davomliq anglayman, boshqa qarindoshlarimiz o'zining fikrini o'tirib qo'yib baqsa, bo'lsa birlashsak, mush uchun ozroq bir harakat qilsak, qanchalik qila olamiz, qanday qilishimiz kerak, mush to'g'risida fikrlasak deb shuning uchun telefon urgandim. Rahmat sizga. Har qanday odamniki men ismini so'ramayman, turgan yerini so'ramayman. Ursangiz bo'ladi, qarang, bu millatimizning ishi, bu sizning, mening ishim emas, hammamizning ishi. Qarindoshlarim o tashkilotlarni nozik masala bilan nima qilmaydi ekan, nozik emas masalani qivatsin. Men bir ko'ribatan Sharq Turkistonni ozod qilamdi qaysi? Yoki nimish qilibdi bir qilib baqsin. Nochi bo'lsa ko'rsatsin. U yerda bu yerda natija talishib o'tmay, nochi bo'lsa ko'rsatsin. Ma'u nozik bo'lgandan keyin ularning ishi emas ekan. Shuning uchun uning buning ishlamang. Hech qanday odamniki yaqin kelmadi, men hammasiga urib chiqdim. Palon vaqt bo'ldi men bu ish ustida izdangili. Ma'qul hamsa? Xo'sh hamsa? Ma'qul hamsa? Xo'sh. Bu masalani aldinglar. Anandan keyin men so'radim. Nima uchun sizlarning qaytib kelishinglarni qaytib kelishinglarni xohlamaydi, nimishqa sizlarni chiqargan odamlarni izlab baxmadinglar desam, biz qaytib kelsak haqiqat oshkorlanib ketadi emasmi xonim deb turib menga savol qo'ydi. Biz qaytib bizning o'lib ketishimizni xohlaydi, qaytib kelishimizni xohlamaydi deydilar, qechib yurayotganlar. Bizni chiqartgan odamlar bizning qo'limizning echilib bu ishning xato, bizning bu yo'nalishdagi xato yo'nalishligini, vatan ozodligi emasligini, butunlay bir tuyuq yo'l ekanligini bilib yetganligimiz uchun bizning qo'limizni olmoqchidi. Qaytib bo'lsakmi o'lim.
Onundan ba'zan narsalarni oshkorlab, mushlar qutulsa biz o'lib ketsak mayli deydi. Mush Facebook'ni anglayotganlarning ichida bor ashlar. G'ayri ismlik o bular bo'lsa, bekmi sirtqa ishtirib etmayli qarindoshlarim. Bularning ichida shu o'zimizning qarindoshlarimiz bor. Assalomu alaykum. Zumradagi qildigan tinchlikmi? Obdan tutdingizmi? Assalomu alaykum. Hozirgi so'zingizni nahmaydanda qo'ysam bo'lamdi yoki telefon uramsiz? Bu masala biz uchun aytgan chaqda bir oddiy ish emas hozir enim. Bu mavjud ish. Biz faqat qo'limizni yupurib, yog'andan to'y o'ynab, yog'andan nim qilganlarning ichida ashaga da'vat qilganlarmi bor. Men tinmay chiqib deyman. Kallamni elish, no'chosan kepak kallamni oldiganga. Kalla kesidğanlar bilan münasibeti var, palancının münasibeti var, pokunçının münasibeti var deb turib ovozliq narsalarni qildi. Tahdid degan narsadan tahdid qandaq vaqtida menga tahdid keladi deganni men bilmayman. Shu seningdagi illat o'tda og'izmaganligi uchun. Men shu illatingni tatliganligim uchun, shu illat senda bor bo'lganligi uchun o'ltiramay qolsa. Shuning uchun chichangshib tillaysa. To'g'ri chiqib tillaysa, yana bir yerga chiqib tillaysa, yana birisi zitimga tegsa debdi. Mening immunitet kuchim vahshiy bor. Qanchalik tillasang, Xudoyim hisobining hammasini bersa. Men faqat ba'zan temalarni nima uchun bu yerda o'tirib qo'yman? Sababi menga o'xshash shundaq nimalar tahdidga yoki bir narsalar uchrayotganlar mening qanday hal qilayotganligimni bilsin deb turib deyman. Sening gapingni bak ichimga olib ketib demayman. Sen kim, men kimey? Şunun Allah ikimizni yerda ayrım, bizning yatadigan go'rimiz ayrım. Şunun uchun Allah hesapni senden ayrım aladı, menden ayrım aladı. Qaysimizning eg'ir bo'lish, yengil bo'lish Allah'ninki ilkidagi ish. Şunun uchun qarindoshlarim, ayaga sizlarni da'vat qilganlarga yo'q deng. Yo'q deng. O'lib ketganlar eng oxirgi minutda pushaymon qilganlari bor ekan deb o'ylang. Ey Allah, Şərq Türkistan tuprağına baramıdım deb qo'yib. Allahu Ekber deb turib ölmepti. Şərq Türkistan'a bir pay o'q atmay öldüm. Ölüdigan boldum, ketidigan boldum. Bir kunlarda shu yerga salom etib qo'y deganlar var ki. Hech nimani o'ylamaymi o'lib ketganda, u gapmi kelmaganlar o'lib ketganlar var ki. Biz qanday qilishimiz kerak degan narsani o'ylashsak deb o'ylayman. Hozir shu bir odamning fikri bo'lamdi, bilmadim. Qağallarınla bu sizler üçün bir nazik mesele ama endi faqat ovoz qo'shmaydigan. Men rast bilmedim, hozir erlar yo'qolib ketibdi deysem ancha-muncha bor, lekin rast o'yin ko'radigan odam jixlab ketibdimiz. İsmingizni demaydim, adresingizni demaydim. Ayollar sayravatidi. Ash ayollar o'g'aloq uchunmi? O abaydan men torda bir narsa chiqiribmi qo'ydim. Erlarning ovozi ayrim bir turk millatlarining ichida ajoyib qiyin qiziq, manda erkaklarning vaqirgan, jaqirgan, ashundaq lukchak erlarning ovozlarini anglasam, o'yjo, ma Uyg'ur nim bo'lgan bir nima yeb ketgan iliqi Xudoyimdan rasmiy shaplaq yeb ketgan bir millat to'ptimiz lottilishib ketib bormizmi, nim bo'ldik ayol er demay. Oyğanğanlar oyğunup lıvatımız, oyğuday davatımız, yana tetet qılsız. Elnazar, uruna siz xeyli aqlınız joyida, siz ursunuz mamdı. Siz urudigan temeti deb o'ylayman men bu narsaga. Men birsiga urib baqay. Aleyküm selam inim. Siz körüp etipsiz bir eşke kız gap qilsangiz bo'lmamdi?
Suriyada emas, Iroqda, Suriyada, Iroqda 3200 dan oshiq ayollar, balalar va qerilar turmada asirga tushgan. Bularni qutuldirishimiz kerakmi deb turib, nechisiga maslahat salsam, o'lsin deganlar bor bo'ldi. Anadagi chattig'imiz yo'q. Chattig'im yo'q. Bu nozik masala deganlar bo'ldi. Ba'zanlar aralashmaydigan siz qiling amsa dedi. Buning bir ikki qiz gapirmatmamsiz, anadagi siz bir kishi bo'lgandan keyin bugun kishi urib baxmidi menga. Ayollar urdi. Men hozir qo'yma. Ovozingizni qo'yib o'tadigan bo'ldim, qo'yib etdim. Ma'qul. Qo'ydim. Assalomu alaykum. Va alaykum salom. Ovozim chiqyapti. Chiqyapti. Mana shu xizmat munosabatlarini hozir avtobus saqlab bekatda. Soat 10:30 bo'ldi hozir. O'sha naq maydonda ko'rib qoldim. Qarsam shu Suriyadagi, Iroqdagi qarindoshlarimizning ezib bergan qarindoshlarimizning gapi bo'lardi. Bu yerda Iroqda 3 mingdan qarindoshlarimizninki ayol qariyashlininki topqanligini, esirga chiqqanligini dedingiz. Mening yodimga bunda bir ish kelib qoldi. Bu Toshkentlik, o'zi qiysin, Aqto'kda o'ziga o'zi qito deganlarning hammasi odam emas, shu hayvon. Shu hayvon. Hozir dunyoda bizi dunyo miqyosida bir ish so'g'ib ketsa, bo'libmish Yevropalikning bir ishni bir tal mashina besibsa, hamma ishda va Yevropalik namoyish qilib chiqib, 20 ming ishini yo'tilab, hattoki men ishlarning ayrim yemak ishlari va men Yevropada yashab boqqan bilasiz. Noposi va aeroplan pasporti va ishlarni kedin tartib, ha? Ham bu dunyo hozir nasl girdavga, nasl qurib ketish girdavga kelgan hayvonlarni tabiiy to'saqni tartib chegiralni paydo qilib qo'g'dayotdi. Bu o'zimizning millatni o'zimiz qo'g'dayanmasak, egi chiqmasak, hech bo'lmasa ovozimizdan bo'lsin biz chiqaramasak, ham qanday edim biz hayvonda farqimiz yo'q. Yashamay o'lib ketsak bo'ladi ekan. Men bugun Birdam top turing. Men sizga qayta amtid gapirma. Bosh ovozim chiqmadimi? Endi chiqdi. Birsi telefon urayotgan, siz to'xtab turing. Qarindishim urayotgan. Men hozir bir telefonni olyapman. Meningdan keyin uring siz. Dang. Men qayta uramdim. Yo'q, sizga demedim. Yana birsiga men ekran oldidagi birsi uryapti. Shuni deb qo'ydim. Dang. Bayam gapimni qayta takrorlashim kerak. Ashu nimadan boshlab, birsiga murojaat qildingiz Sharq Turkiston mundaq jamiyati deganlarga. Shu Iroqda esirga chiqib qolgan 3000 qarindishimiz, qariyash, ayol, bolalar to'g'riliq Sharq Turkiston surgun dokumentiga, Dunyo Uyg'ur qurultiyiga, Yevropa Sharq Turkiston ma'rif jamiyatlariga, Turkiyadagi tashkilotlar birligiga bir murojaat qilamiz. Butun mujohid Uyg'urlar nomidan bir chaqiriq e'lon qilaylik. Meyli Suriye, meyli İsrail'e olamdı, meyli Amerika olamdı, meyli Birleşik Milletler Teşkilatı olamdı. Bunlar derdimizni anlıp, budanınki azgan bir Türkiye kırıyaş çörler geldiğinde aldap yolun sindikallıkını, adem birlikleri tüpeyilden. Doğru. Türkiye'deki kanunsuz adem, bula adem katakçılıkı, adem bildikçiliklerininki azdırçıyla Suriye'ye setilgallıkını dava kılıp, bunu kutkuzup çıkayla. İstimiz olsun kardeşler, Xitay hükümeti Guantanamo'daki 11 Uygur kardeşimizi Xitay'a ötküzüp vermedi. Kapır devlet olsun mu? Palavi'ye uğurlaştıydı, Amerika'ya yerleştiydi, Avustralya, Kanada'ya yerleştiydi. Bunu çokum kılalaydı. Bunu Rabia Kadir Hanım kıygan, alim sitoplu tercümanlarıyla bilip bunun terörist emez Afganistan'da kolu çıkan müşe kardeşlerimizi koyup vergen. Yani bir kıtım çakıraylı. Bizning 3000 qarindishimiz yerda o'lib ketmasin. Bu 3000 qarindishimiz o'lib ketib qolsa, Xitoy qaytarilib ketib qolsa, biz Uyg'urlarmi buningdagi Yevropani tutib ketsa bo'lavergan desak bo'ladi. Yashamaydi qarindoshlar. Men tashkilot, men palay tashkilot, men pushlarni rais deydiganlar shuni chaqiriq qilaman. Biz aqlni da qo'llaymiz. Mushda Amerika hukumatiga, Birleşken Devletler Teşkilatı'na, Yevropa huquq komitetlarga mushu to'g'riliq bir ersini pakala, inglizcha yozma material suni pakayla. Bo'ladi, qarang, siz siz beshidikini anglamadingiz emasmi? Men izdan baxtim, Erkin Osiyoga deb baxtim, yana bir tashkilotlarga deb baxtim. Bu nozik masala, buningga hargiz qo'l tiqmaymiz dedi. Ba'zilar o'lsin dedi.
Shuning uchun xalq Afg'onistondan tutib 11 qarindishimizning masalasi qo'ltiqdi go. Rabia xonim boshchiligida olim Sitop bilan tarjimonlik qilib, Rishan Abbosli tarjimonlik qilib film ishlab 11 odamni terrorchi degan Xitoy terrorchi deb dunyo zakoliga odamni qaytirib bermadi Amerika. Bu odamlar jiq, bularning o'lishini, bularning qaytib kelsa jiq odamlarning oshkorlanligini aniqkan. Shuning uchun bularning o'lishini xohlaydi ekan, ayvallah. Qo'ymaylar, o'g'lini yo'l qo'ymaylar. Biz ashuni oshkorlaymiz, shu odam qochoqchiligini tutib, biz inglizcha seviyelerimiz, bak qarindoshlarimiz Amerika hukumatining tashqi ishlar ministrligi bo'lamdi, Amerika hukumatiga, Birleşken Milletler Teşkilatı'na bunun adam kaçakçılar orqali yo'l sağlanligini tercüm bo'lsin bir seviyesi bak qarindoshlik yozaylar. Murojaatnoma sunaylar. Ma'qul. Ciddi tutuşumuz kerak. Men bu shu chaqiriq qildim bugun. Har xil ko'p xil tilda, ko'p xil yeziqda yozayli qarindoshlarim. Men mangay qizim bilan tang boradigan ishim bor Birleşken Davlatlar nimaga afinga. Shuning uchun qizim bilan birga berish bermoqchidim. Men mush ish uchun o'zimmi boray. Hozir onun ustiga Iroq hukumati qandaqdir yo'yabiyaning emas, Amerika hukumatininki siz bilan mang'oda. To'g'ri. Amerika hukumati qila oladi. Parlament a'zosi Mark Rubio masalan Amerika hukumati qila oladi. Amerika hukumatininki qo'lida Iroq hukumati hozircha. Hozir masalan u bu saqallarga urdim. Ba'zan saqallarga miyagicha saqilib olib, saqalni tushirib so'g'dak u bir nimalar. O sakalını koyulup sünnetli yani bir mi diğinin olan halkına iyi çıkarmışsan okugan bir nimeler okugan kitapların için 200 kitap da hesaplayayım hemen. Eğer de Kur'an okugan bolsan Allah'a işengen bolsan başkaçı bir nime kılırsa halkka. Yani uy oğlu öttürüydü. Kallı keserlerini kallağını kesse şiit olursa başka adamlar acaba bir şiit olsa buludu deyilgense acaba bir özen şiit olsan o nime boptu. Korkudu ki kıran işte deydi bana. Kallı keserlerini gidip. Bula tosak cihat Allah'ın cihadını tosak seyde bizi tosak seyde bizni atlaş korundu. To'g'ri. Allah eğer aldığı guvalık ortadan bolsa bula şermende olur diyor bula. Bu Suriye'ye yolu sılgıp kalı şermende olur da. Bularning uchun hozirgi masala qarang. Allah qazi olib dardimizni hep birdi bizga. Biz bu cho'qim bu hisobni so'raymiz. Hozirgi vaqtda Allah sizning yiningizga kelanmaydiganini biladi-ku bu. Siz uchun sizga guvohlik bermaydiganini menga deyapsa, siz u dunyodan kelganda qilsiz deb Aşu sen din tədqiqatı əbbağan adam o dünyadan kelgəndək deb meni davatsa. O vaxtda o dünyaya sen işenməydikensən də dedim. Doğru depsiz. Allah'a işenməydikensən də. Irak'ta Amerika'nın askerleri var, turistlik kısımları var. Suriye'de mi var? Muşulaga Amerika hükümeti bildireyle Türkiye'ye gidip gitmesek mi belki Türkiye Xitay'a götürse mümkün. Beşir Esad'dan kolu uçup kalsın, Rusya'nın kolu uçup kalsın, ulan Xitay'a götürse mümkün. Birden bir ümit Amerika'da. İnadı kalsam şu Allah Teala her bir kavgimiz kapırdan kolu kapırdan hayatını akıllaştır demez mi? Allah Teala'nın ait usta. Biz Allah'ın işinimiz. Allah bir medet versin bizge. İnandı ki şu kapırdan kolu bırak. Qarindoshlarimiz xususan chiqishga balki bir imkoniyat bo'lib qilishi mumkin. To'g'ri deysiz. Yozayda ingliz tilida bilgan qarindoshlar cho'qim buni yozaylar Amerika hukumatiga murojaatnoma sunaylar. To'plashib. Men ochiq oshkora masalan murojaat qilaman, mayli qaysi tilda bo'lsa tayyorlang. Biz birdan to'g'ri ochiq e'lon chiqaraylik. Anadaki Birleşken Devletler Teşkilatı özem apıray. Siz Suriye'den qaytib çıkanlarınla bolsanlar, qaytib çıkanlar, yuşurun imza toplaylı, bana imza bersiniz buludu. Siz guvalık bile berin. Muşu xalqning sizni aldığanlığı doğrusu da isminizni çıkamayman. Uçuq aşkarı qilmayman. Isminizni çıkamayman. Aşağıdan çıkanlar kim sizni satqan, kim sizni yollagan, kim sizga da'vat qilgan, mushuni menga ta'minlang. Bizning aldanganligimiz, ash qarindoshlarımızın ash tuproqda aldanganligini faqat siz isbotlab bera olasiz. Mush ovozli narsalar isbotlab bera oladi. Chunki menda jiq ovozli narsalar bor. Men ularni qo'g'diya olsam, ko'chaga qo'yib versam, Facebookga qo'yib versam bo'ldi. Men ularni qo'g'diya olmayman. Ular uchiqchilikda mushtaqil chiqib qolgan, ashyadan qochgan nechisi. Qarindoshlar, sizlarga murojaatim, biz Zumratimiz bir ayol kishida turib maydonga chiqyapti. Bir ayol, tul ayol, yo'lchi o'lib ketdimi, hayotmi, uni men uqmayman. Ammo bir tul ayol. Ko'krak kirib oldiga chiqyapti. Mayli ba'zan bir xatolasın, yo'q to'g'rilasin, yo'q ochiq gap qilsin, buni to'g'ri tushunaylar. Agar haqiqiy erkak bo'lsangiz, sizlar chiqib videosi so'zlab boqinglar, videosi so'zlash oson ekan.
Qo'llayla edimizni. Ayol kishi bo'lsa qo'llayla. Har qanday qarindishimiz biz Xitoyga qarshi har qanday harakat qilib qolsa qo'llayla qarindoshlar. Rahmat sizga. Rahmat sizga. Rahmat. Hozir agarda yana birlaringlar bo'lsanglar, telefon qilsanglar bo'ladi. Nima? Hozir birsi urgan menga. Hemen hozir birsi urman bu javobni o'zinglar anglanglar. Birsi uribdi-ki. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Men sizni qaytirib urgandim. Qarindishim naq maydon hozir uzilgani yo'q. Telefon qilsangiz bo'ladi. Men sizga ursam siz ololmadingiz. Biz yana saqlab baqayli. Mening demoqchi o'g'lim, qarindoshlarim, biz ochiq bayonot e'lon qilayli, so'zlayli, anadagi ko'p xil tillik tayyorlab, bu bizning aldanganligimizni, qarindoshlarimizning aldanganligi to'g'risidagi isbotlar xilijiq. Biz tirishib bu narsani o'tirib chiqirayli. Haq nozik masala desa biz o'lim jazosi bersak bo'lmaydi ularga. Assalomu alaykum. To'ringiz yaxshi emasmi bilmadim. Agarda WhatsApp nomeringiz bo'lsa, WhatsApp nomeringiz orqali menga telefon qilsangiz bo'ladi. Qilib aşağıda Assalomu alaykum. To'ringiz uzib ketib bordi. WhatsApp orqali ursangiz-chi. Ba'zan qarindoshlarimning telefon urg'usi bor o'xshaydi. Telefon urganlarni men birdan uringlar deb o'ylayman. Agarda Assalomu alaykum. Yaxshi, hozir men naq maydonda edim. Agarda fikringiz bo'lsa, ovozingizni qo'yib o'taman, lekin to'ringiz bek turaqsiz bo'lyapti. WhatsApp orqali uramsiz ya? WhatsApp orqali urg'ili bo'lmaydi, canım. Hozircha o'zingiz anglayapsizmi? Yo'q, to'p-turing, men ovozni qo'yib o'tib qopdim. Ha, dang. Dang. Ya bularni tushundirish bermang bulamdi. Tushundirish bermay, men ovozingizni hozir qo'yib o'tay. Bulamdi. Chunki mening vaqtim bu yerda men necha soat so'zlashni xohlamayman. Bulamdi. Ovozingizni qo'yib o'taman de, ha? Ovozingizni qo'yib o'tdim. Va alaykum salom. Qanday yaxshimi? Hozirgi sizning bu gaplaringizni ko'rib, men mo'jiz vaqtingizni olmay, aytib qisqalam o'zimning o'ylaganlarimni bir so'zlab baqay. Bugun men shu Turkiyaning ma'lum shahrida turayotgan bir qarindishimdan telefonda ko'rishdim dama. Mushunga endi munosabatlarni hozir deb berma bundan keyinini. Bu qarindishim bilan biroz so'zlashgandan keyin bu qarindishimning ahvollarini men nurg'un yaqinlarimga havola qildim. Buni qattiq kasaldan 6 oyning oldida bu kasali nihoyat oxirgi bosqichga kelib qattiq eg'irlab qolgan bir qarindishimiz Shuni bu shunchalik havola qilib nurg'un yerlarga havola qilib masalan har qaysi dernek, har qaysi tashkilot, har qaysi o'rin, hatto shu Ulamolar jamiyatiga telefonni boshda epki o'g'lim ashundalarni qilib ketibdi. Shuni bu qarindishimizga eng oxirida mush Turkiyada uzun yillar yoqi turib turkma bo'lib Turkiya tug'ilib cho'g'ilgan bir necha Uyg'urlar institutda ishlaydigan. Shular bizni demang deb o'tirib bu qarindishimizga yordam qilib qo'ygan. Qolgandan keyin bu qarindishimiz bilan nimda bu to'g'riliqsiz bu gapni deb qaldingiz hozir desangiz, bular hozir faqat o'tirib o'qiydi ekan. Men dedim unda biz shu derneklar bilan siz deb bering, sizlarni men bir ko'rishib baqay. Men ashlarga sizni havola qilgandim-ku. Hatto ba'zilarga havola qildim desam,
oy bekacımda havalı qilgan ular faqatla asqatmaydi ekan. Ular faqatla o'zining shaxsiy manfaatini o'ylaydi ekan. U vatan degan narsa yo'qga kallasda deb boshladi deydi. Masalan, men Turkiyada turish jarayonida shuni his qildimki, shu Suriyaga kirib ketib, o'g'irlikchi qechib chiqqanlardan birisi menga ma'lum bir fursatda uchrab qolganmi bo'ldi. Uchrab kelib biz so'rasak, nima dedi? Qo'rqaydi ekan, hatto Turkiyada erkin azodi yurishdimi qo'rqaydi ekan. Mesela siz azıcık ağrıgan, kesel degeningizmi shu aşağıdan chiqqanlarmi? Oy canım hatta bağı yonçuqda puli yok. Öyden talağı çıkanmay, öyde yetiverip koska içip gidip sırtqa çıqqandan keyin naq biz uçrab qaptimiz. Ya sizin gepinizni bölüp ettim. Toptan gepinizni bölüp ettim. Ya toptan gepinizni bölüp ettim. Qayrindishim, bu mesela ağrıq ahirgi basqıchga keldi degan odammi shu Suriyadan chiqqanlarmi? Yo'q, Suriyadan aşağıdan chiqqan. Aşağıdan chiqqan. Shunchalik eg'ir kesili o'ylab beqing. Men hatto bugungacha havola qildim deb bayatadan desam, gapini birini avatadi, birini jo'ytadi qarang. Men hatto gapini asli sizga avatib bermoqchidim. Sizga qo'mish ishto'g'irlik so'zlashayotganki hozirdan. Desam, birini avatib, birini jo'ytib bordim. Siz nima uchun men o'qib o'g'itlam jo'ytisiz desam, men o'ttirga chiqib qilishdan qo'rqayman. Deb shunchalik qo'rqaydi ekan bular. Ya qo'rqudu. Necha kunning necha vaqtni yaqin masala. Men undaqni qanday qildim desangiz, gapni ivatidi. Men beshida anglamay turibdi, qizimga yo'tkib etaman, kichik qizimga. Anandan keyin oshmasam birdamda yondirib oladi. Shuning uchun men oshini boshqaning yo'tkib etib turib ochaman. Anlap o'qish, ashunda qildim. Mening maqsadim uni to'g'ri qo'yib etish emas, qarindoshlarim. Agarda siz Suriyadan, Iroqdan nima qilsangiz, mening maqsadim ko'chaga qo'yib etish. Facebookga sizlarni men qo'g'diyolmaydigan holatda men texmi sizlarning keyninglarga bir pichoq urmayman. Mening maqsadim sizlarni qutqizish. Uning uchun isbot kerak. Shuning uchun yig'yapman. Hargiz sizlarnikini ezib-tezib ma'qul demaganlarnikini hech kimning ovozini qo'yganim yo'q. Ba'zilari isbot deydi. Hikoya so'zlab bergandek o'ylab qoldi-ki, xo'shal va anglamdiki bilmadim. Isbot olsa bir olmasa o'g'ayding, derik o'g'ayding. Biz kichik vaqtimizda ko'rdigan bir filmlar bo'lgan. Buni biz deloni hal qilsak bo'lar, degan size. Ya deyman, uni isbot ketamdi, Turkiyaga hammadan isbot. Shu Turkiyada qanchalik adam bo'lsa, shunchalik adam isbot. Hatto aşağıda tulqayotgan bolalar bilan Turkiyada turayotgan nurg'un ayollar va ashlar hammasi isbot. Lekin faqat qo'rqaydi ekan. Hatto bizga uchirg'ini xiri yeshi bir 22-23 yoshlardagi bola ash uyda turaverib, oxiri qo'sqa yetib ketib, taloq chiqqanda biz uchrab qoldik. Shundan biz pul berdik, yo'nchug'imda jiqmaymaskan, to'qshu bir 100 necha dollardek pul ekan. Ashdan bo'g'isi bir jiqroq bersam-chu deb ketdim, shu pulni berdik. Eliq bola uyga kirkasdan men yana chiqmay turman. Men aşağıdan qaytib kelgandim deydi. Necha pul olganding ukam u qarshi taraflardan desam, mangadigan chog'da quliga bir 100 dollar berib. Shu. Siz o'ylab beqing. Endi mening demoqchi o'g'lim, hozir bizning vatandosh besim shunchalik eg'ir. Kampalarda shunchalik qadam o'lyotdi, odamning soni ozlayotdi. Hargiz hech qanday bir Uyg'urning sirtqi yurtlarda o'lib ketishini xohlamaymiz. To'g'ri. Erlar bo'lmas, ayollar nasl qoldirolmaydi, balasi bo'lmaydi. Qavnon to'shigidan chiqmaydi, onaning qo'sqidan chiqadi, lekin shuni shu er topadi. İtiz boğamla itiz salgan uruq olmusumaydı. Siz aşağıya kirip tügep ketsiniz, siz ölsünüz. Aş 3000 adamның boptu. Kirmegen bolsan 3000 adam hazır Türkiye'de bolsan, xotin ballarının kışıda bolsa, 3000 adamdan yo'q degan bir 200-300 adam tug'iladi o'g'ay. To'g'ri. To'g'ri deysiz. O'ylab bir gap o'sha kirdi, boptu, kirib boptu siz qurol yetishni o'rgandingiz deyli, yana bir narsa o'rgandingiz deyli. Lekin siz eng oxirgi hayotingizda qanchalik xavf ichida qolganligini his qildingiz. Hozir buni chiqaydiz, chiqolmaydi ekan anglasam. To'g'ri. Qaytib
qaytib kelish yo'q. Mana necha kunning oldida Rossiya iliq bir yana portlatibdi. Aşağıda Uyg'urlarni jiqdaydi. Ay yurak osmonda hozir kampida yetayotgan ota-onamiz uchun men bo'lyapmiz, qarindoshlarimiz, farzandlarimiz uchun men bo'lyapmiz qarindishim. Turkiyadagi odamlardan men shunchalik seskandim. Nimdatdan hatta menichu aralashmang, siz mana bilakay ketib bo'lmay turib aralashmang deb ketdi bugun oshga qilgan bola. Bular sizni tepib oldi deb, mayli tepib olsa mening demakchi uni mushu hozirgi guvohlikqa qarang. Hay kunda 100 odam qo'l qo'yib turadigan bo'lsa hozir 100 odam. O'ylab bakın 10 kunda 10 ming odam bo'lib ketdi. 100 odam demayli bo'pti. 30 odam kunda 30 odam qo'yib pas bo'ldi ya. Voy unda qilmaydi. Qo'sqiningni g'imi qarang. İlk Abdurrahman Hasan qerinishim qarang. İlk Ruqiya Farhat chiqyapti. Oy biz sizni ularda ekranga chiqib o'tirg'i chiqding demaymiz. Astirikdan bo'lsa-mu, ojizlarga kuyuning, qiyinchilig'i borlarga kuyuning, jutuvozlik qilmang. Hozir Turkiyada bir jutuvozlik bak eg'ir kajini. Ikkinchidan bu ishni mardona o'tirg'i chiqib so'zlamaydi-ku. To'g'ri. To'g'ri deysiz. Sözümeydik hatta men berip nurgun işlerini görüp her qaysi şehirlerdeki her qaysi o'rinlardagini hayron qoldim men. Voy bulardan-chu bir xil Afrikaniki boy bilan kambag'alning farqi cho'ng. Ha, shu Turk Uyg'urlarindagi. Voy nomus qiladigan qarang birsidan. Men nim qildim? Menga qarang, men 2 kunning oldida birsi bilan so'zlashdim. Qısam, siz nemişki ekranga çıkıp bizning bundaq şərməndə yerlərimizni çıxırırsınız deydi. Hey, o mevcut dursa kambag'allikmi mevcut? Vatandan nimamizdan ağırlık qağanlığımız üçün, iqtisoddan ağırlığanlıq üçün, jeylik, şeylik qıvatqan hammasi mevcut dursa, Suriyaga borganmi mevcut? Ölüvatqan, qırılıvatqan, yana aşağıya pulga setivatqan soda yo'q bo'lib qolyapti hozir. Men Zumrat Tursun chiqqandan keyin soda yaxshi bo'lmaydi ekan. Hozir ba'zan derneklarda, Qur'on kurslarida Zumrat degan ismni birisi tilga olsa, o'zining ismi Zumrat. Hey, ilqining ismi chiqamoqchi, ilqining deydi ekan meni. Shu bir yering chataq, mening ismimni anglashni xohlamaysa, o'zingning yering chataq o'g'ashqa. Gaz geplendirip kesin işçimiz bakayınaydı. Bunu çoğun taraftan birleşip durup hareket geliş gerek. Muşu guvalık veriş gibi her bir dernekten oturgu çıkıp adamlarını ya ki teşkilatlarını ya ki yeni bir yerden kılgamız meselen değil. Her bir uğrunda Uygurlar jığılga uğrun ba aşalarının məxsus özünün ətrafındakı qollaydığı adamlar şunçilik hörmət qıldıqlar ba aşağı bir oturğuçusu bu sanlıya Allah'ın töşkütüdü o Zümrət xanım. Voy to'g'ri deysiz. Men hammasini urdim. Urdigan yerlarga urdim. Ursam hammasi o'zining g'imi bilan. Tashkilot qurdig'ini bormi, yana birmi bormi? Hey, sen tashkilot qursangmi? Himoyachi kerak-ku. Uyg'urlar himoya qilsa hisobqu. Himoya qilsin desang, Erdoğan'ı saylamның aldida o şehirga bu şehirga borganga o'xshash, senmi da'vat qil, imzo toplayli. Sening da'vatingdan tufaylidan imzo qanchalik oshsa, sangimi biz nomer qo'yamiz, sangimi bilet tashlaymiz degan gap emasmi? Sen xalq uchun bilet tashlamasang, safarbarlik qilmasang, bizmi sana bilet tashlamaymiz? Shaxsan meningdan jiqlar so'rdi. Falon yerga boramsiz? Men bormayman. Sana bilet tashlamayman men. Hem bilet taşlama deb təşviq qilma. Xalq üçün taşlamasan seni kim başlıq deməkçi? Şu onu başlığını xalq sayılış gerek. Adisi ben sizge bir uyduğunumda ya. Bu şu Salih Xudoyar bilan Bilal İbrahim ikisi namoyish yapasa, hatta bazılar dedi, Amerika nima qilib turdi? Kunni konsolni oldida turaylik deb xat yozganlar var. Hey, Amerika ishni qilmaydi. O'qiyotgan Qur'onni bilamsan sen. Qur'onda zalimning qo'li bilan yo'qitib berman degan yer bor. Allohning so'zi bor. Sen Allohning kalomiga ishonmamsan, Muşunu dep qo'yayman hammasiga. Alloh taologa inniq degan. Men zolimning qo'li bilan yo'qotibman deb. Agarchanda oshibonlar turtki bo'lib, bizga Allohning haqiqatan ishog'ib, bizning ahuzlarimiz Allohga yetib, duolarimiz ijobat bo'lib, kafir zolimning qo'li bilan zolimni yo'qotibasiz-chu. Ha shu. Ikkinchidan hamda birla gap, eliq Mavzdun degan kafirma Dehalla qo'zg'olonini boshlab berdi. Dehalla
yaşayılan beş kapalı aile günde bir tal yanıyor tipip yiyemeydiğin adamın balısı. Yanıyor tipip yiyemeydiğin. Doğru deysiz. Açıktan bir tal yanıyor pişirip yiyemeydiğin adamın balısı mağuzdun. Aşın tefsiri okup baksuldu ama Türkiye'ye çıkıp ağalla. Aşın mağuzdun dihallarını kozgap durup evvel Sevitiga işki epkeşten atıp Sevitiga bombalını kaçılap durup munda başlanan işini amma qozg'ilib kelsa da qozg'ilib ketadi. Shuningga mening deydiganim, biz hurmat qildiganlar bizning nazarimizdan tushib ketmanglar. Biz hurmat qildiganlar bizning nazarimizdan tushib ketmanglar. Cho'nglar deganimiz nima degan gap? Cho'nglar deganimiz opamizda, dadimizda cho'nglar deymiz. O cho'nglar uyda bormi ekan, borayli degan to'q deymiz. Cho'nglarning uyi berish uchun. Haqiqatda biz cho'nglar deganki, cho'nglarga o'xshash ish qilinglar. Cho'ng beshini alsa kichik qo'ngnachido. Qo'ngna qashqan chog'da haqiqatimizning yuzi bak to'kilib ketadi. To'g'ri. Rahmat sizga. Shunda bir gapirim keldi. Unutolmadim da sizning shu ulanmangizni. Ya sizchi men tugagan chog'da, men ishni tugatgan chog'da nima qilibsiz? Mening yangi WhatsApp'im, yangi nimamchi? Yangi Facebook'im. Shuning uchun qarindoshlarimizga deydiganim men yangisi. O'ynayman. Jasorat qarang, jasorat nima biznes qilib bo'ldi haqlar so'zlab. Endi oddiysi haqiqatni so'ziga adam hozir po'xiga adam bo'lib qoldi ekan. Po'xigan. Haqiqat so'zlasangiz po'xigan bo'ldi ekan. Ammo haqiqatni so'zim yaramni yeb, qilib toza, karlib, ko'ynakning topchilari passida etilib ketgandek bo'lib ketsa, siz yaxshi bo'ldi ekansiz. Mushu oxir zamon bo'lganda qiyomat qo'yim bo'lgan chog'da Zumrat xonim. Yaxshilar eskilar yaxshi, yaxshilarga tuhmat bo'ldigan, tuhmatxo'r yiliqidaklarga yaxshi kunlar kelgan bo'ldi-ki, siz bak afsus bo'lib ketmang, sizni biz qo'llaymiz, har vaqt kayningizda biz bor. Sizdek bir jasorat ayolning bizning oramizdan chiqqandan shaxsan men o'zim shunchalik suyunaman. Rahmat. Sizni shunchalik qo'llayman. Rahmat. Masalan, oxirda akın ulanmagan bo'lsam, bu gap qilib qo'yay. Mening qizlarim bor. Mening naq 3 qizim bor. Mening qizimning cho'ng 23-24 kiraydi-de. Shaxsan men hozir agva deb bermayman. Chunki mening qizim magistrlikni o'qisam, yana bir narsa qilsam deydigan bir ideya mening kallamda bor, balamning o'lgan bilan. Ashta bir o'qisa, yuqori pallaga o'rlasa da. Hayotdan birisi dedi-ku. Kim birisi yozib qo'yibdi, hayotdan Facebookda qarang. Ko'rib kulib ketdim. Bunda debdi. Nima debdi? Bunda debdi qarang. Vatanning kelgusi uchun avlodlarimizni yaxshi tarbiyalashimiz kerak debdi. To'g'ri, avlodlarni yaxshi tarbiyalash kerak. U naq ash ulamolar jamiyatiga bir odam yozibdi buni. Vatanda bo'layotgan zulmga xotima berish uchun avlodlarimizni yaxshi tarbiyalash kerak debdi. Bo'pti, sen Turkiyada bolalarni avlodingni yaxshi tarbiyalab ol. Vatandagi bo'laversin. Naq ulamolar jamiyatiga birsi debdi bu gapni. Ya hozircha qarang, kulkilik temalar bor. Hozircha kulkilik temalar bor. Kulkilik temalarni bugun maningda deyishmayli. Biz mushu murojaatni deydi. Rahmat sizga juma qarindishim. Rahmat sizga. Rahmat sizga. Men bu nimani chaqiriqni qildim qarindoshlarim. Sizning Allah'ın namida ularga hüküm chiqarib o'lsin deydigan hech qanday salohiyatınız yo'q. Bu birinchi. İkinci, seninki ahvollaringni men xeyli bir yerga tekshirdim. Bana tehdit qilaman dema. Turkiyadagi saqchilarni izlab baqdim, lekin Turkiyaninki terroristga nima berish, zarba berish saqchilari bilan aloqalashib baqdim. Aloqalash jarayonida buni bir narsani uqdim. To'pturing, men bir narsa
Ben sizge keyinroq javob qaytaray. Men hozir savolga javob beramayman. Bu yerda buning bilan munosabatsiz savollarning hech qaysiga javob beramayman. Anandan keyin sizning hech qanday sizningki aşı bulun pushqat qilgan savdolaringizning, olgan pullaringizning, qo'l yuvish jarayonida heliqi savdolaringizningki hamma narsalari menda nihoyat oydin 5 qo'ldek narsangiz bor. Agarda aqlingizni o'ngshab, ma yana davomli ishdan qo'lingni uzmasang, butun u vaqtida torlarga sesitishdan boshqa Türkiye'nin saqchilari seni izlaydi, hamma yerdan izlaydi, hamma yerda sistema. Bugün ben en ahırki sana deyişim, kolunu üz. Uygur'un boynundaki kolunu al, tat, hayvan. Allah'ını ağzını lık ettirip kıvatkan kılkının nimeligini ben biliklik. Ben avu ballarının ki qoğda güçsü bulanmay vatqallığım üçün bəzən nəslərini çıqıranmay vatımən. Amma çıqağıdək nəsini çıqırmən, hökumətini arlaşdırmən, mən Norvegiya saqçılarımı alaqalam ornattım, ulamı teröristqa zərbi veriş nemisi nayt qızıqıdı. Avropanın kimi ses nim qılmasa özarcı mafiya izləymə, kiləməyəgi mafiya degənni, mafiyanı köstü qoymən Norvegiyada. Nədə mafiya var ki köstü qoyasana? Bizde mi mafiya var bir yerde qara? Biz mafiyanı haqsız işiltələyimiz. Esingdə bolsun, qançılıq dərəcimiz bağlığını bilib al. Sen bana uyarangda kesimə budaq budum, hizi olun, andaq qılmam, andaq qılmam. Şu bir yerangda otta qızmay vatqan, şu illətdən, şu dəz, şu nəsən seni otta qızmay vatıdı. Bir qeyrindişimiz depti, Türkiye'den nem qılaydı. Türkiye'nin ahvaldan bilmay vatamsız qeyrindişim. Türkiye sizni cıq işladın tosap bulamaydı. Yerlik bəglik tüzü alğan qeyrindaşlarımız var, uya biyalardan nem qılıb. Anadakın Xitay pasportunun vaxtı ötüb ketken boğandıkın, Suriye'ye kirib çıqqan boğandıkın, an deymə, man deymə, an çəkiştirib qoyma, manda qılma dep olturub qoqutub, yana birlərini türmələrə əkirib oldu. Qızlar var türməyə kirib ketken. Onu dep, bunu dep, səlla aldığı çıqqandan həmmisini o qalpaq bu qalpaqını giyizib əkirib qoyubdu. Siz şunu Türkiye degen gepni demey, ma Avrupa'nın birleşip, yağı baraylı, birnimiz sunaylı, Amerika'ya sunaylı, u yağı sunaylı, bu yağı sunaylı den. Meyani işiltiprak gep qılaylı, biz onu bunu qoğdayamayız. Türkiye'ye apırıp, Türkiye'deki resvatçılıqını Türkiye'ye taşlap koyamdık. Ma Avrupa'dakiler elqamamdık. O əslidili sesiqçilik toşup ketken yerge özünüz elqi bilen Türkiye hükümeti elqi beremda, elqi bermeydi Türkiye hükümeti. Biz şulağa sahip çıksak Türkiye hükümeti arlaşıdı. Onunsuzmu saqçılarını izləş arqılıq bəzən nəslərini qıldıq. Amma yeterlik emas. Mən yalğız işim emas. Aba inimiz urduğu yalğız ulanın iş emas. Ular ketməni taşlap çıqqanlar. Bəziləri neydi Gaozhong bilsizlər? Beijing'da, Guangzhou'da şu işkirdiki toluq oturlarga ekirgen turmuşu naçar ballar, o tipotedir kim baylanan ballar badi, aşı yerde yataklarda yetip bir apni düşürdüken tok, şunun da kalı yuyuş, miyek cihat çıkın, anı kılın, manı kılın degendikin, şu sebepten boğan işke. Şu sebepten aşağı çıkan ballar barken, bazıları toluq otur seviyesinde, bazıları üniversitenin birinci yıllığı çıkan, Yaponiya'dan bir qeyrindişimiz nevri sınılım şundaq boğan deydi. Hem şundaq işlarının səbəbidin. Onun içinde seviyelik varken, seviyesiz varken, lekin bir axlı gayri yop ketken kalısını yüzüp, atanısını ayrılıp işkiri okuğanlarının içinde özününki psixik meselesini hal qılanmağanlar, aileden bir axlı ayrılıp qalğandikin, muhit künemeslikten bir nemege esilip qilip, aşı çıkıp ketken. Aşı çağırğanlar nemişki aşı Suriye'de yürümeydi. Siz oylap yakına, aşı silahını ayağa cihatqa, mihatqa dep çağırğanlar, nemi dep özleri Suriye'de emas, özleri nemişki Irak'ta emas, özleri Türkiye'de, Avrupa'da o. Anadaki nazik mesele dep, nazik mesele, appağını yendi nazik mesele olamdı bu emde, özen kıldırğanı qıp koyup. Ahiri anadaki nazik mesele, ölsün. Sen kim ölsün deydiğen dedim, tünögün ben bir qatıq deyişip kettim, neçisi bilen. Biz bekli bir yüz degen narsa yo'qli bir millat topdimiz.
Hammamiz qo'zg'alaylik qarindoshlarım, kunda mushu videomni tushirib taqdiman, MP3 shaklda taqdiman, taraf-tarafga taqdiman, tinmay taqtinglar, o'zinglar tushirib, MP3 shakliga o'zgartib, shu WhatsApp to'plariga etinglar. Özleri anlavasın, özlerinin isimlerini anlavasın. Her kandığı ameliyatda benim Facebook'umda bu hayvanların bazıları marap olturdu. Anadaki yangı yetkizdi. Kıyamette gilangdan alame, Xudayım buyursa uluk Allah. Aş bir günah ölüp ketken qeyrindaşlarımızın hesabını aşağıda bersen o uluk Allah. Xudayım buyursa dep oylayman. Qeyrindaşlarım, esirdikilerki köngülü bileyli. Vatandaki zuvan çıkaman. Qoqıp, daqıp. Avazsız imza toplashqım köngül bölmeyvatqanlar. Mən sizlərə dey, meyli sürgün dökümet, meyli sitim Türk efendim, meyli o qurultay, bu qurultay, həmmən anlaş mening ma gepimni. Xalqning himayəsindən ayrılıb qalğan hər qandaq təşkilat heç nimə emas men üçün etqan çağda. Mən məşundaq deyimə. Əgərdə siz saylamınız üçün küç çıxasın Uyğurdunki xalqı desiniz, ondaqda avaz toplashqa, imza toplashqa da'vat qiling. Imza toplashqa da'vat qilmasangiz, o yağan sizningki o Sharq Turkiston ozodlik uchun andig'i deganing hammasi yağan. Telefoningni qabul qilmayman. Hech qaysing telefon urishma. Ursanglar telefoningni olma, ovozli ap qo'yma, qo'yib etma. Agarda haqiqiy Uyg'urning da'vosiga ko'ngil bo'laman deysang, o hökumət, o təşkilat, o yer yığın açma, bu yer yığın açma demey, yığının qıtıq bizə vaxt bağıған dikin. İmza toplaydıqağı bir köngül bilə, o vaxtını mən seni taz dəstəkləyimə çıxıb, qaysın olsan, o vaxtı dəstəkləyimə. Mavu inçiki məsildi, yəni bir mə digərlərə, muş işq sahib çıxıdığağı mən bilin keynimdə bilir türə, o vaxtı mən seni mi dəstəkləyimə. Əgər də nim qılanmısan, mən eləqə, Bəzənlərinin yerlik yapağı çiçip mi yarım demeyme degəndək, səndək nimini tonumayma, toruğu çıxıb tılınmay deyme. A təşkilat mında qıldı, B təşkilat mında qıldı, avazlı qoyu etmə. İmza toplaşqa köngül bölməyən hökumət, siz özünüz hökumət dəp hesablığanmısınız, imza toplaşqa köngül bölməyən hökumət, imza toplaşqa köngül bölməyən o təşkilatlarçı, siz mən üçün heç nimə emas. Xalqning oldida siz hech nima emas. Agar aqlingiz o'shingiz joyida bo'lsa, imzo to'plashga safarbarlik qilasiz. Ashalarga odamlar chiqqanda Sitim Turk efendim bir muncha nima ifto berganda shunchalik chiq odam chiqqayada imzo to'plashga siz odam topa olasiz. Sitim Turk efendim. Men sizga u jihatdan ishonaman, qila olasiz. Imzo to'plashga safarbarlik qiling. Bu sizning ayliq qilmoqchi bo'lgan harakatiniz yana bir narsangiz hargiz taqashmaydi. Eg'izning yili bu Allohningki har qanday vaqtida bizgimi nim qilaydi. Sizgimi Alloh ajringizni beradi. Biz quruq gapning keragi yo'q. Ma imzo toplash birinchi, ikkinchisi qarindoshlarım, ish men degan narsani keyni mushuni ko'plab taqtinglar bugungi programmani. Men tushiribmi qo'yman, ko'plab taqtinglar, tasodifiy meni itilib qilib bu nozik masala deb arz qildiganlar bormasmi? Burunmi arz qilgan meni. Arz qilib kimning arz qilganlarini yig'ib tayyor qilib qo'ydim. Mening Facebook'imda axlat chavalarni hammani chiqarib qo'ysam, muhim masala qilib qoldi deb o'tirib ba'zan narsalar bakli yig'ilib qiliqliq faqat chidamagan vaqtimda bir ikki singillarimiz va shu singillarimiz orqali ba'zan narsalarni davolama ishim biza bo'shab qoladi. Lekin ishimga olmayman. Sen bir axlat deb hisoblayman. Lekin bizning nochilarimiz Uyg'urlarning ichida bor. Ayrim hollarda ne paranglashadigan singillarim bor, inilarim bor, akalarim bor, hadilarim bor, do'stlarim bor. Şunun üçün muşularının nimesi bilen, törtkisi bilen men aldığı qarab meňiwatdyman, hem Uygurnu oýgutuşly maqsadım. Eger yanılı dedim, sizler menden sormanglar. Təşkilat birnimi qıldı ki, siz nemiş xalq vekili barmaysız. Maňa çaqırıq kelgen təşkilatlarning bar çaqırıq keldi. Men oýlaşman jiq närselerini. Men özemninki muşu närsede berişim qimmat yarata alamdy. Barmasam qimmat yaratamdım, basam qimmat yarata alamdım degeni oýlaşman. Ben İsavat okuğanda 5-deki kesbim iqtisat. Hazır pedagogik olgan bilen. Ben oylaşıp durup kılıma. Eğer Uygur üçün azıraq qimmat yaratadigan bir
səpər bolmasa, onu barmayman mən deb oylayman. Mən çıxsınlarımğa mı dedim. Hazırki şu imza toplashqa səpərvərlik qılmagan hər qandaq təşkilatni mən tanımayman. Sizmi təşkilat? Hər bir ailə bir təşkilat. Şunun üçün qağalarını tanımayman. Ən mühimi şu. Qeyrindaşlarım, rəhmət sizlərə. Bunu köpləb taqıtınlar. Biz aşılarını qutulduraylı Irak türməsidəki əsirgə düşkən, Suriye türməsidəki əsirgə düşkənlərini biz qutulduraylı. O anı balalar nimisiga kirdi. Yaşanğanlar nimisiga kirdi. Yaşlacıq əməsgə. Yaşanğanlar bilan balalarga, ayollarga qeyrindaşlarım. Bularga yordam qolumuzni sunaylı. Eylik nazik məsələ deganlar uzun çıxsın tanımayman. O hər qandaq adamның şəxsini tanımayman. Tünögün aloqalashqan hər qandağını tanımayman. Sən bu şunu anlap turgan bolsang, seni mi tanımayman? Mən gəqiqi oluşma. 20 yıl, 30 yıl böşüğündə oturup inqilab qilgan bolsangmı, men üçün bir tiyin hazır. Uyg'urning beshiga kelgan kun sening 30 yıl, 20 yıl qilganlaringdagi natijasi mi? Әмді қопмаға ұйғырның ешқайсыны, ұйғырның ешқайсыны мен дос боламаймен, әм ішіні қысын, әрқандақ тәшкілатымен ішіні қысын. İmza toplайылы. Әр ішкі имза, мағананки рәсми нұсқысы шығып болғанда мен торғы елан қылыма. Biz Birleşken Devletler Teşkilatı'na anı balalarını qutquzu işlep durup elan nim qılaylı, müracaat qılaylı qeyrindaşlarım. Rəhmət, sizlərin təklif fikirlərinizlər bolsa, mənə yazıb qoyunlar, Ayrım xanımda ivatinglar, anadakı İngilizce hər xil tilda bir nəsələr layihələb çıxınlar. Qılaylı, qol qoyuqda asaraq bolsun. Bu nemini qol qoyuşunu asaraq qılaylı. Asara qıldıgan, murakkab qol qo'yish emas. Naydi imza toplash qilib yig'ib muncha imza bo'ldi elə deyma, to'g'ri chiqamayman. Muncha imza bo'ldi deganda 10 ming imza kerak bo'ldi deganga 10 ming imzoni ko'tarib men Amerikaga baray. Nega baray desam baray, qeyrindaşlarım. Rahmat sizlarga.